Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammalaringizga kirib kelayotgan Ramazon oylaringiz muborak bo'lsin. Xudo xolasa bugun sizlarga qo'ldan kelganicha imkon qadar narxlaridan kelishtirib, Ramazon oyiga ozgina bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shib skidka qilib beramiz. Materiallari qanaqa, razmerlari qanaqa, bugun sizlarga mexki mebellarimizni hammasini tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Aka bularimiz Istanbul 2 deb nomlangan. Bularimiz yarim Chester, yarmi high-tech qilib ishlangan bo'ladi. Mana shunaqangi yarmi high-tech uslubda, yarmi Chester. Qo'llari ham yog'ochlardan ishlangan, juda ham baquvvat. Oyoqlari yong'oq, ichki karkasi bo'lsa sasnadan bo'ladi. Pampers prujina moyishi material. Moyishi super moyishi material bunimiz. Hop, razmeri 340, 240. 60 ga 90 pufikdan 2 ta bo'ladi, yostig'i 3 ta bo'ladi. Stollarda endi stolsiz aytib o'tamiz. Stolda arzoni ham bor, qimmati ham bor. Hamma tabiga qarab olaveradi. Bu hozir stolimiz ugologimizning oyoqlariga moslab rangini bir xil qilib qo'yilgani. Ugologimizning narxi 6 million 800 ming so'm. Hozir Ramazon oyiga, xudo xolasa, 6 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Bitta buni aka rasvetkasi ham bor. Hammasini arqalik materialigacha o'zini materialida bo'lgan. Mana DPlar qoplanadi. Materialda o'zida qolmaydi-da. DP qo'yib, ustidan o'zini materialdan qoplangan. Har bittasi o'zini materialdan qoplanadi. Ya'ni bularimizni yon qismlari ugolokda ushlab turadigan narsasi yonida bokovoy bo'ladi. Bakovoylariga biz 06 MDF emasda 1.6 lik disp ishlatamiz. Xudo xolasa, sasna deyildimi? Sasnani etamiz, sasna qilib beramiz. Tere desa ham terega ham bor, imkoniyati bor, uni ham qilib beramiz. Xo'p, bularimizni aka hozir narxini o'ynatish uchun sasnasini tere qilsa 500 ming, arqalik materialni biz oddiy material qilsak 200 ming so'm, 700 ming. Oyoqlarini plasmasda oyoq qiladigan bo'lsak $100, 2 million so'mgacha shu ko'rinishda arzonlatish mumkin. Endi qayerlariga boshqa material ishlatsa arzonlashadi? Ichidan almashadimi? Ha, ichki karkasini aka, xo'p, sasna emas, terak qilsak deyapman, ichki karkasi. O'shani o'zida 500 ming arqalik mana bu materiallarini bozordagiga o'xshatib qora material qilinadigan bo'lsa, oddiy bo'z material qilinadigan bo'lsa, ularimizda 200 ming so'm. O'bshi 700 ming bo'ldimi? Oyog'ini yong'oq oyoqlarda emasda, plasmasda qo'yiladigan bo'lsa, $100 ga razlika qiladi. Bu oyog'imizga $100 rasot qilsa, 50 ming so'm bilan u plasmasda hammasiga yetib ortadi. Shuni hisobiga 2 million so'mgacha o'ynatish mumkin. Shu ko'rinishda hali pampers prujinasini aytganim yo'q. Pampers prujinani o'rniga zimeka qilinsa 300 ming so'm yana arzonlaydi. 2 million 300 ming so'mgacha arzonlatish mumkin. 4 millionga shu ko'rinish holatida keladi, lekin u bu effektni bermaydi. Bu kачествосicha qochadi shunda. Xo'p. Bizda sasna deydimi? Sasna qilib beriladi. Keyin aka yana hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab dastavkasini ham qilib beriladi. Voh agar Toshkentga bo'lsa, u kelishilgan holda. Xo'p, obunachilarimiz zerikib qolmasin. Endi bir qator yana aytib o'tamiz. Bu materialimiz ham moyishi material, juda ham baquvvat. Bemalol yuvib ishlatishaveradi. Razmeri buniki ham 340 ga 240, 60 ga 90 ikkita pufigi bor. Mana shu holatda yopishtirganida katta spalni qilib ishlatishsa ham bo'ladi. Bularimiz mana yon qismini ko'rsatmadik. Yon qismlari ham Chester qilinadi aka. Oyoqlar 100% yong'oqdan. Ranglarini agar xohlagan svetida shampan deyishadimi, tillo deyishadimi, oq qilib bering deyishadimi, yog'ochlarni oq, shampan, tillo rang qilib beriladi, puli o'zgarmaydi. Xo'p, bitta yana aka, yangilik modelimiz. Yon qo'l bolishlarini ham ko'rsating. Bularga ham o'zgacha dizayn qilib ishlangan. Oldi oyoqlarini ham ko'rsating aka buni. Mana chiroyli qilib
Xudo xolasa hammasi go'zal holatda ishlangan. Bunimizni ham razmeri 240 ga 340, 60 ga 90 pufik. Shu modelimizni ozgina o'zgartirish kiritib, high-tech uslubda ishlangan bular. Mana tepalari ham ularda chester qilinmagan hech qaysi joyiga. Istanbul 2 ga o'xshab ketadi lekin ko'rinishi. 3/8 deb nomlaganmiz bu modelimizni. Hop, o'zimiz shunaqa nom berdik. Bularimizni ham har xil rangini qilib bering desa, qilib beraveramiz, muammosiz. Bu mo'yishi material emasda, turetskiy material, mato. Bunimizning puli 7 million sotilgan. Hozirgi kunda Ramazon oyiga buni ham 6 million 300 ming so'm qilib beramiz. Aka mana bu yerda hozir TVda 3/8 modelimizni ko'rsatdik-ku. Xuddi o'shani arzonlashtirilgan varianti. Razmeri 4.30, bunaqasi 2.30. 3 ta pufigi bor. Bularimiz ichki karkazlari teri, oyoqlari plastmassa. Shuni hisobiga arzonroq chiqadi. Stolsiz narxi bularimizni 5 million qilib beryapmiz. 5 million so'm, 6 millionga stoli bilan. Ham razmeri katta, ham stoli bilan 6 million so'm. Bu yerda Chester modeli, xuddi shuni Chester qilib ishlangan varianti. Mana bu yerda holati 3.30 ga 2.30. Bu yerda yana bitta 1 metrligi va bitta tumbasi bor. Sig'maganligi uchun bu yerga olib qo'yganmiz. Bunimizni 5 million 200 ming so'mga stolsiz, 6 million 200 ming so'mga stoli bilan. Shu 4.30 ga 2.30 bo'lgan holati bu ham. Shunaqa narxda chiqaveradi. Vodiyga dostavkasi ham bor shuning ichida, hozirgi narxlar ichida. Faqat bu Ramazon oyiga. Hop. Aka bag'da 3/8 modelimiz, o'sha original variantlari bular. Oyoqlari yong'oq. Ichkarka sasna bo'lgan holatda. Endi stirchini olib qo'ysak, changib bo'lyapti. Changib o'tirib qolmasinga stirchlab qo'yganmiz. Ularimiz o'sha 6 million 300 ming so'm qilib beramiz. Ramazon oyiga. O'sha narxda ketadi. Hop. Aka bu yerda Istanbul 2larimizda ko'k va yashil ranglari. Buni to'liq videolarni ko'rsatdik tepada. Salafanni mana olamiz. Rangi ko'rinish uchun qolgan joyi hamma yo'g'i bir xil. O'sha aytganimizda oyoqlari yong'og'i. Ichki karkaz 100% sasna, pampers tuzna, mo'yishi material. Bitta xuddi shuni yashil rangi. Mana yana bitta rangi ko'rinsinga yostiqni ko'rsataylik aka. Fason hammasi bir xil. Yashil rangi. Bunda ham o'sha ikkita pufigi bor, bitta 60 ga 90 pufigi bo'ladi. Xohlaganlarga toshbaqa modelimiz bor, high-tech xohlovchilarga. Razmeri 310 ga 220. Bitta 75 ga 120 lik pufigi bor. Tagi sandiq. Sandig'i ham bor ekan. Tagi sandiq. Sasnada yig'ilgan aka bu ham mana bu yerda. Yana minisi ham yoniga qo'yib, shunaqa yopishtirishsa, spalni qilib ham ishlatishadi. Bemalol katta spalni bo'ladi. Qulay. Bularimizda aka 5,5 million sotilgan. Ramazon oyiga 5 million so'mdan vodiyga dostavkasi ichida. Bu narxlar stolsiz narxlar. Stolli desa, stollar masalan tamma tabiga qarab kimdir mana akvarium stolda olgisi keladi. Kimdir mana index stol olgisi keladi. Rangini tanlaydi, bemalol tanlab 500 ming, 400 ming ham stollar borda, laminat stollarimiz shunaqa 500 ming, 400 ming chiqadi. Xohlaganingdan qilib beramiz. Bu yerda yana yangilik modelimiz aka. High-tech uslubda oyoqlari yog'och oyoq. Oyoqlarni ko'rsatib beraylik. Hammasi juda ham akkuratni ishlangan. Bunimiz yangilik narsa. Razmeri 220 ga 320. Ikkita yostiq bo'ladi. Ha, bu ozgina kichikroq variant ekan-a? Undan ozgina kichikroq. Pufiklari bor ekan. Buniki ham boshqacha pufiklari. Neobichniy ikkita dumaloq pufigi bor. Ikkita pufiklari ham bor. Juda go'zal chiqdi bu ishimiz ham. Hop. Bularimiz 5,5 million sotdik. 5 million 200 ming so'm qilib beramiz buni. Vodiyga dostavkasi bilan. Endi shoxonalarimiz bor ekan, ularni ham ko'rsataylik. Ekan bitta mana kuhni uyg'unliklarimiz ham kommentariyalarda juda ham ko'p so'rashyapti. Uni ham qo'shib o'tib ketamiz. 240 ga 140.
Bundan katta stoli bo'ladi. Stollari Taylari ham, sandiqdan bo'lgan. sandiqlari ham bor. Sandiqli. Machalkalari ham 22 lotus machalkalar qo'yilgan. Mo'yshi materiallar. Stollari ham mramorga o'xshaydi ekan. Mramorga o'xshaydi. Poloxa kromka chetlari shilinmaydigan baquvvat qilib ishlangan. Xudo xolasa bunimiz ham. Bu yerda mana xuddi shuni rasvetkasi seriy rangi. U kofe rangi bo'lsa, bizning seriy. Mana qanday 4 ta pufiklari bo'ladi, 4 tadan. Ha. Katta razmerimizda har biriga 4 tadan pufik bo'ladi. Ha, buniki ham bor, Buniki pufligi. ham bor. Bularimiz 3.200.000 so'm sotilgan. Hozir Ramazon oyiga $200 qilib beryapmiz. $200 vodiyga dostavka ustanovkasi bilan. Hop, bu yerda mana kichkina razmerlari. 1.90 ga 1.40. Ikkitadan pufigi bo'ladi, bittadan stoli bo'ladi. Bularimizni narxi qancha endi? Bularimizni aka 2 million so'mdan sotilyapti. 1.800.000 so'mdan qilib beramiz Ramazon oyiga buni. Yaxshi, bemalol ranglarini tanlab zakaz qilishaveradi, qilib beraveramiz. Ha, bunisini ham taxtasi bor-a? Ha, bunisiga ham xon taxtasi bor. Rangi emaslar, xon taxtasini ham qilib beramiz.